Bismillahirrahmanirrahim. Yaken ilişko qırğınçılığı toğrusunda bir məlumatqa ega bolap ötümiz. Bu muşununga oxşagan Xitayninki qılıbatqan ötken cinayetlerini hemimiz bir qur bilip, bularninki ne kadar bizge düşmanlık qilganliklarini davamlıq eslep turuş arqılıq biri düşmanlarimizga bo'lgan nafratimiz yengillanadi hamdi. Shuningdek, bu düşmanlarga qarshi turish yo'lida tirishgan, shu yo'lda mollarini, jonlarini beg'ishlagan shundoq alohida insonlar bu bizning millatimiz bo'lganlikdan, bizdan bo'lganlikdan bularni eslash orqali biz o'zimizga bir jasorat paydo qilamiz. Dunyoning hamma yerida e'tiqodi vatani, millati uchun bedel to'lagan odamlar taqdirlanadi ekan. Ularning shon shuhratlari kishilar tarafidan alohida aslanadi ekan, xotirlanadi ekan. Bu sharafli insonlar hisoblanadi ekan. Biz ham shu sharafli insonlarimizni gerçi alohida aslida cho'ng shundoq bir o'rinlarni qilishimiz kerak. Janob Alloh uning qo'lini nasib qila. Shundoq bir so'rinlarimiz bo'lsa-mu, bularni bir eslab, xotirlab o'tamiz. Bu munosabat bilan ilişko irqiy qirg'inchiligi. Hamda irqiy qirg'inchilik degan ichimizda ba'zi ahli jamoatlarimiz bu irqiy qirg'inchilik degan gap nima degan gapdi deb toza chunqur tushunmayotgan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin deb bunga bir qisqa tushuntirish yozib qo'ydim. Irq degan gap nima degan gap desa, irsiyat alohidlikka ega odamlar to'pi. Masalan, soch rangi, ko'z rangi, qon ayrimisi qatorliq farqlarga ega odamlar to'pi. Bu alohidliklar belgilik rayonda uzun mezgil yaşaş arqılıq tabiiy muhitda shakllangan odamlar deganlik. Bütün dünyadaki insanlar Moğol irqi, Niger irqi, Yevropa irqi deb cho'ng jihatdan 3 xil irqqa ayriladi. Shuningdek seriq tanlik, oq tanlik, qo'ng'ir tanlik deb ayrish usuli bor. Uyg'ur til izohlik lug'ati millatlar nashriyoti. Hamda bu yerda demakki irqiy qirg'inchilik bu nima degan gap desa, muşundaq bir millet hamdi, yani bizdek muşundaq bir Uyghur milletini millet süpütü bilen yo'q qilib o'tishni maqsad qilgan degan ma'noni ifodalaydi. Qo'zg'olonning yuz berish sababi. Hamda bu yerda qo'zg'olon deb atishimizdagi sabab bizningki bu xalqimiz mushunchavala zulm, ishkence ichida tug'an bo'lsin, bir qo'zg'algan. O'rnidan dast turib zalimga hamda sen bizni bundaq bozak eteversen bo'lmaydi deb bir qarshi turish ifodasini bildirgan. Voqeaning yuz berishida mundaq ikki sabab bor. Bularning biri 2014-yili 6-oy Ramazon bütün dunyo musulmonlari taqazzolik bilan talpinib turib kutib oladigan bu ulug' oydagi hurmatli kunlarning birida Ilishqo yezisidagi Jamol Hojim oilasi. Hamda bu Ilishqo degan bir yezininki ismi, Xitoyninki atalg'usida Gongshi deb ataydi, biz Uyg'urchada yezi deymiz, bir yezininki ismi. Shu yezida turishliq Jamol Hojim oilasi peshin namozidan keyin eshak harosini qetib, soduluq uchun bozorga yo'lga chiqdi. Ular Maralbeshi, Yaken tosh yo'lga chiqadigan yon yo'lda ketayotganda, shu yerdagi yo'lning remont ishlarini hoddiga olgan Xitoy xo'jayinining ayoli mas holatda mashina haydashi sababidan bir oiladan 2 ayol, bir o'g'il va qo'saqdagi 2 homila bo'lib, jami 5 jon qazo qildi. Hamda shu yo'l yasaydigan Xitoyninki xotini mas holatda mashina haydab, eshik orqasida ketayotgan kishilarni bostirib o'tib 5 odamning o'lishini keltirib chiqargan. Eng ichinarligi shuki, homila onaning qo'rsqidan etilib, homila onaning qo'rsqidan bovoq hamda homila onaning qo'rsqidan etilib chiqib ketdi. Bu voqeadan keyin shu yerdagi jamoat qechib ketmoqchi bo'lgan Xitoy xo'jayinini tutib olib bog'lab oldi. Ammo Yaken noyisining shu vaqtdagi hokimi Ahad Said deydigan bir maxluq shu yerda shu vaqtda hokim ekan, naq maydonga chiqib xalqqa qazo qilganlarni dafn qilib o'tishni va hukumatning voqeani adil bir taraf qiladiganligini aytdi. Xalq bog'lab olgan Xitoy xo'jayinini qo'yib berdi. Ammo voqea adil bir taraf qilinmaguncha meyitni yerlikda qo'ymaydiganligini bildirdi. O Xitoy xo'jayin har bir kishining xuni uchun 20 mingdan 30 minggacha yuan mo'lcharida to'lam beradiganligini aytdi. Ya'ni 30 mingdan basa 5 odamga 150 ming yuan pul vermez,
Muşunun bilan bu meseleni tugutib o'tinglar, bo'ldi qilib o'tinglar, buni cho'ngaytmanglar deb mushundaq bir gapni qiladi. Xalq to'lam pulining adil bo'lmaganligini o'tirib qo'yib, meyitni dafn qilishni rad qiladi. Ya'ni bu yerda 5 tane meyit var, buni dafn qilib unmaydi xalq. Ertesi hukumat saqchi o'rinlashtirib, xalqqa bosh bo'lib Xitoy xo'jayinini bog'lagan va meyitni dafn qilishni rad qilganlarni qo'lga oladi va meyitni majburiy dafn qildirdi. Xalq bu nohaqchilikqa narazi bo'lsa-mu, amalsizlikdan ochiqni ishiga yutishga majbur bo'ladi. Endi bu saqchilar besim bilan sen endi sizlar bularni dafn qilib o'tinglar deb mushlar majburlaydi. Xalq chorasiz holatda endi ishqa biroz kuchab turganlarni qo'lga olgandan keyin amalsiz holatda bularni dafn qiladi. Uzaq o'tmay Ramazonning o'ttirlari, ya'ni 7-oyning 18-kunisi, bu 2014-yildagi gap endi. 7-oyning 18-kunisi Yakan noyisi Beshkent bozorida öy ro'pash aniqlayotgan mahalla komitet kadrlari, ro'pashlarni shu mezgillarda shunda öy chorlab yurib, qas oilada o'zini yapgan ayollar, xonimlar va shularni aniqlayotgan bir bosqichganda mahalle komitet kadrları bir ailenin işkini qaqqanda yat erlerden ehtiyat qilish uchun yüzünü yipib işkini açqan ayolni ko'rib, çarlıqçılarga hamroh bo'lib kelgan saqchi o ayolning hijobiga qo'l uzatib, majburiy so'rab elib minishga urinadi. Sen o'zingni yipibsan, seni saqchixonaga opirman deb so'rab mangdi. Buni ko'rgan uyning cho'ngi 71 yoshlik buvay kelinini qo'g'dash uchun Ağrı bilen saqchiga qarshilik ko'rsatdi. Qolgan kadrlar qechib ketib, yeziliq saqchixonaga ma'lum qiladi. Saqchilar kelib 71 yoshlik buvay, 7 yoshlik sabiy bola, bir ayol va 2 er kishini o'z ichiga olgan 5 kishini o'q tutib qirib tashlaydi. Bu voqea butun Yakanga tarqalib, xalq buvayga madhiya o'qisa, Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan nafrati texmi oshudi. Ana ashundaq kunlarning birida Ramazonning oxirgi 29-kuni tarovih namozi o'qilib bo'lgandan keyin bu qitimli qatlamning piltisiga o't yoqqan voqea yuz berdi. Ya'ni voqeaningki boshlanish jarayoni mana bu yerdan boshlandi. Endi Elishqo degan bu yiza bu yerni qisqacha bir tushunib o'tamiz. Elishqo Yakan nahiyasi ichida din va aqida e'tiqodi kuchli bo'lgan yezi qishloqlarning biri bo'lib, tarixda Xitoy tajovuzchilariga qarshi tashkillanib qarshilik ko'rsatgan katta ustoz Ayub Qaraxonim. Bu yerda Ayub Qaraxonim deydigan bir cho'ng bir ulama ustoz o'tgan. Bu kishi ham tasavvuf Naqshbandiya so'likining peshqadami, shu Turkiyadagi Mahmud Efendi hazratlariga o'xshash. O kişiden ait çoğun bu adamların nurgun çoğun derecede imtiyazlık bir adam. Bu olaylık Uygurların halkı şu devrildeki Tunganlımı buluğa şundaq murid olap şundaq bo'lib diken. Hem dini alimken bu kişi ait Şagek tuğan bir kişi. Muşu kişininki tajovuzchi Xitoyga qarshi tashkillanib qarshilik ko'rsatgan katta ustoz Ayub Qaraxonim. Endi bu yerda Xitoy qarshilik ko'rsatgan degan bu masalada Muş bir Türküm ehli ilimler, şu mesela Talvan Damullam deydigan bir kişi 20 neçe yıl turumda yetiqliq. Qağlıqdaki Məxsum Hacımı yetiqliq. Muşu təxminən çoğ ulama, ziyali, muşunda bo'lib, bir avzdek adamlar turumda yetiqliq, ba'zilarini tirik kömü yetiqliq çox Xitoy. Muşu təşkilatınınki baş noktalarında muşu Ayub Qaraxonim, Qağlıqdaki Məxsum Hacım muşu asas Ayub Qaraxonim peshqadam adamımdı. Bu adam muşu Xitoy qarşı turuş, vatanni qo'g'dash, millatni qo'g'dash to'g'risida davomliq ta'lim tarbiya nasihat qilib turdi ekan. Mushu kishiningki ta'lim tarbiyalaridan foydalanib, shuning bilan kuchlangan odamlar deb qaraladi ekan. Bular shu vaqtning sharoitida shu davrga loyiq bir tashkilot qurgan, maxfiy tashkilot. Keyin o tashkilot oshkor bo'lib qilib, shu ulamolarningki hamda bek cho'nglarini shu bu ishga bek asos cho'g'an, bek ochiq yomon ching turganlarni tirik ko'miyotgan. Muşu nimeninki Yakan bilan Yangisoyning oralig'ida Qizil deydigan bir yerda bu kishilarni opirib shu yerda tirik ko'mib o'tgan. Buni bir mezgillarda shu yerdagi ba'zi dehqonlarningki bir etizliqlarda bir ish qilib kelsa, bir askar mashinalarining kelayotganligi, bir narsalarni tushirayotgan, bu qilayotgan ishlarni ijroqdan ko'rib turdi ekanda, qarsa ashada shu bir narsalarni ko'mab bu qilib ketgandan keyin asha kelsa, asha qon izlari Bəzi şu cəsədlərninki ölməy qağalları, şunda biz nəsilini bəzi şu vaqırğan çalı öləklərini aşı adamlı közüyle görüb, o dəvirdə deyəmmək, keyin səl kəngirçilik olğandan keyin şunda hikayə arqılıq qulaqdan qulaqqa gələn bəzi vəqəliklim var. Yəni Qızıl deydiğən.
Yığınsa bilan Yakanning oralig'idagi bir jut. Ham shu ko'mib odamlarning ichida biz ismini biladigan ba'zi bir shaxsiyatlar bor. İsmini bilmaydiganlarimiz albatta jiq bo'lishi mumkin. Ammo bularni tirik ko'mib, o'ltirdiganni o'ltirib o'taylik, hayot qilib qolganlarni eningdekin turmag'iyliqlik. Qağlıqdaki Məxsum Hacım bolsun, Süleyman Damulacım şu Qalğaç meydanında 17 yıl yetəqliq eningdən başqa nurg'ulluğan əhli ilimlər çoğlar əslində turmulağa kergilik. Şu turmağa kerişke səbəbçi oğallarının birisi şu Ayıb Qaraxunum dep şu Xitayning bəgən bahası ekende şu dövrlüdür. Ayıb Qaraxunum ötken Xangdi yezisi bilan əmdima Elişqo deydigan bu yeza Xangdi yezisi bilan qo'shni edi. Yozg'uchi Xitoy Madajing o'zining Sharqi Turkiston haqida yozgan bir qancha kitobida bu haqda to'xtalib Ayıb Qaraxunum ve Qağılıq nahiyasida o'tgan danliq diniy ustoz Abdulhakim Maqsumni Sharqi Turkistondagi 3 xil kuchlarning ruhiy dahilari deb aniga oladi. Hem bu 3 xil kuch deb atagan Xitoycha buni. Xitoycha selli deydi, 3 xil kuch. Yani 3 xil kuch degan davlatni parchalashga uringan u bu degan shu vaqtda Xitoyning ataydigan nimasi bor ekan. Mushunda eski odamlar, yani davlatni parchalashga uringan degandek shu atalg'uningki siyosiy deganning bir uqumi ekan bu. Xitoy 3 xil kuch deb atagan. Shu 3 xil kuchningki asosli beshi biri Ayıb Qaraxunum, yana bir Qağılıqdagi Abdulhakimxon Məxsum Hacım deb shu ikkini shu Xitoy tadqiqotchi o'zining kitobida tilga olgan ekan. Şunun üçün bu xil tarixiy arqa ko'rinishlarga ega bo'lgan Xangdi, Elishqo qatorliq yezillar Xitoy tajovuzlarining alohida diqqatini tortib turadi. Shu yil Ramazonda Elishqo voqeasining bosh rolchisi Nurmuhammad Mahmud Qarimning o'zgacha uslub bilan qilgan tabliğ ta'limlarining jalb qilishi bilan qo'shni bo'lgan Xangdi, Do'ngbog, Elishqo, Qo'shiriq, Tag'achi qatorliq yezillardan jamoatlar kelib tarovih namoziga yig'ilishga boshlaydi. Yakan noyilik jamoat xavfsizlik idorasidagi soqchilarning voqeadan keyin aytib berganlarga asoslanganda buncha jamoatning yig'ilishidan xotirjam bo'lmagan Xitoy tajovuzchilari bularga tadbir qo'llanishni o'ylasimi, Ramazonda taxmi ko'p xalqning qarshi turishidan saqlanish uchun Ramazondan keyin bularni bir-birlab bir taraf qilishni qaror qildi. Hamda Ramazon bir o'tib ketsin, bularni hamda hozir jamoatchilik holatida emas, bir-birlab yo'qdili deb bir qaror qildi ekan. Uni bir soqchi deb bergan gap hamda keyingilarga shu hikoya qilib. Ramazanның 28 күні, yani 2014 yılı Ramazanның 28 күні taravih namazıdan keyin başqa mahalleden kelgan bir qancha ayollar motosiklet bilan uylarga qaytayotgan yo'l ustida yeziliq hukumatning chorlab mangan birliksab bo'lim boshlig'iga uchrab qoldi. Ularning ayollari ro'pash bo'lganligi sababidan yeziliq birliksab bo'limdagilar bu ayollarni elib ketdi, yani soqchixonaga tutib ketdi. Ayollarını yeziliq soqchixonadan qutqizib qololmagan erlar masjidga qaytib texi tarqab ketmagan bir qism jamoatlarga bo'lgan ahvolni bayon qildi. Jamoat hammasi yeziliq soqchixonaga kelib ayollarni qo'yib berishni talab qildi. Ilqi normalda yo'lda ketayotgan bir odam o'zini yepikkan degan sabab bilan bularni soqchixonaga tutmang demdi. Soqchixonaga tutmangandan keyin bularning erlari bordi, yolvorib baqdi, unmagandan keyin darhol masjidga berib, shu yerda jamoatga bidadan to'kdi, mujdaq ish bo'ldi deb. Shuning bilan jamoat hammasi yeziliq soqchixonaga kelib, ayollarni qo'yib berishni talab qilganda, soqchilarning rad qilishiga uchrab qolmasdan balki tahdidga uchraydi. Ya'ni soqchilar tahdid qiladi bularni. Aqasın o bu degandek hamda Xitoyning shu birinchi deydigan gap terrorchi deydimda. G'azablangan jamoat soqchixonaga besib kirib, ayollarni qutqizib chiqdi. Shuning bilan xalq o'zligidan tashkillangan bir maydon qarshilik ko'rsatish harakati boshlanib, bu qitimliq qonliq qirg'inchilikning pardasi ichildi. Mashhaddan boshlandi hamda bu qirg'inchilik. Qatlamning jarayoni. Jamoat soqchixonani ishg'ol qilgandan keyin rasmiy imom Nurmuhammad Mahmud Qarim, hamda bu Nurmuhammad Mahmud Qarim rasmiy imom deyishida shu Xitoyning kinishkilik imom ekanda bu hamda rasmiy imom deb materiallarda shunday yozibdi. Qarim jamoatning oldiga chiqib, ularga tuvandikilarni o'rinlashtirdi. Birinchi, Maralbeshi Yakan tosh yo'lining Elishqo bozori, Ig'izi va Elishqo bozor markazidan 10 kilometr yiroqlikdagi yo'l bo'lakini to'sish va qamal qilish. İkinci, Maralbeshi Yakan tosh yo'liga yondash bo'lgan g'arb va sharqdagi kichik yezi yo'llarini tekshirish va Xitoylarni to'sish. İmamdan vazn to'sish. Mush ikki xil narsani imom axunim hamda chunki jon olgan yetdi. Hamda bu yerda shunda ahvol bo'lgandan keyin biz hamda shu mishayich yashaydigan o'xshaymiz deb bular hamda rasmiy atlanib hamda. Atlanib shuning bilan bular qo'limizdan kelganini qilamiz deb imom axunim vazifa taqsim beribdi. Bo'limi imom axunimdan vazifani topshirib olib
mush tövendeki işlarını kıldı ekan hamda. İmamdan vaziyet tapşırıp algan fidoilar bu jarayonda G'oljidin vatanimizning janubiga sayohatga mangan bir avtobusdagi 40 necha Xitoyni qo'lga tushirdi. Naqib chiqsa shahar Xitoy menayotgan bularni to'saplar ashada qo'rqitib bularni tutib oldi ekanda. Bu aralıqda bo'lgan voqealar nahiylik Xitoy hukumatiga yetgan bo'lib, hukumat darhol barliq yizilarning yizi boshliqlari va partiya sekretarlarini yizilarga chiqib alohida ahvol yuz berishining oldini olish buyrug'ini tushirdi. Bu buyruqni topshirib olgan Xangdi bozorining bozor boshlig'i Qizilpochoq Xitoyning g'olchilaridan G'ulam To'xti va siyosiy qonun sekretari Abdug'ani Turdi mashina bilan Do'ngboq yesiga qarab yo'lga chiqdi va yon yo'lda chorlayotgan jamoatga uchrab qoldi va ular fidoi mujohidlar tarafidan tutib qilinadi. Naydin kelgan shu nimalarnimi nima G'ongshening boshliqlarini, yezliq hukumatning boshliqlarini shu yo'lga tugan jamoatlar shu yerda bo'linib tutib oldi ekan. Әтісі вәқәдін xabardor bo'lganlarning qetilishi bilan bu qitimliq harakatga qatnashganlarning soni 1000 aşıdı. İlgilengen ahvallarga asaslanganda Ustoz Nurmuhammad Mahmud Qarim bir turkum jamoatni va tutqun qilingan Xitoylarni boshlab Elishquning g'arbi tarafidagi jangallikqa kirib yo'shiringan jangaldagi qo'mushliq va yo'lg'unliq aralarida 6 kun terishib 6-cı kuni mujohidlarimizni taslim qildira olmagan yalmavuz Xitoy tajovuzchilari tarafidan Xitoy tutqunlar bilan birlikda havo hujumi orqali shahid qilingan. Bularni hamda Xitoylar bilan qetib havadan hücum qilib bularni o'ltirib etgan ekan. Elishqo bozor ichida qolgan boshqa jamoat G'ulam To'xti, Abdug'ani Turdi qatorli Xitoy g'olchilarini o'zlariga qalqon qilib harbiy kuchlari bilan terkishdi. Gerçi cemaat qo'llarga o'ylaridagi ketman, gurjak, ari palti qatorliq dehqonchilik qurollarini elib chiqib o'zlarini mudofaa qilgan bo'lsa-mu, zamonga loyiq qurol bo'lmaganlik sababidan Xitoylarning yog'dirgan o'qlari ostida xoin tutqunlar bilan birlikda qirilib tugaydi. Endi bu Xitoy asosli o'zining Xitoylarini, o'zining kadrlarini mushunday vaqtlarda qirib o'tadi. Burun tarixda bor bu. Eliqima Turkiyaninki ba'zi filmlarda ishlaydi ekan, muhim odamlarni bir odamni asirga olsa-mu, aşağıda nurgulluğun şu tutuşqı tegishlik adamlarni tutmaydi ekan bular, ammo Xitoy unda qilmaydi. Ama şu vaqtlarda ham amaliy shaharda bo'lgan ahvollar ekanda, shu qitimqi voqeadan keyin shahidlarning jasadlarini bir taraf qilishga qatnashgan birining yetkazishicha, jasadlar to'pi usush mashinasi bilan turtilib, elinib, yuk mashinalariga besilgan. Ammo qayerga elib ketilganligi aniq emas. Shu qitim Uyg'urlarni qirg'in qilishga qatnashgan, shundaqla qirg'inchilikda yaralangan Yakan Naylik Jamoat xavfsizlik idorasi jinoiy ishlar atritining boshlig'i tomonidan aytilgan sonliq ma'lumotlarga asoslanganda 1000 dan ortiq Uyg'ur qirilib tashlangan. Refiyaning aniqlashidagi ma'lumotga asoslanganda 2000 dan ortiq Uyg'ur shahid qilingan. Ya'ni Xitoyning o'zining degan gapida 1000 dan ortiq Uyg'ur shu vaqtida qirib tashlangan deb shunday degan ekan. Demek ki o Xitoy şu 10 bin adam ölse bir 1000 deydi hamda. Refiyamı taqat yetishi aniqlaganda bu yerdagi mendan şu mezgillardan keyin bir bala keldi. Şu o'ltiraq rayonlarda şu mahallalarda o'ltirayotgan bir jamoatga qarzim bor edi. Ularning hech qanday urug'tuqqan tonish bo'lishlari qolmadi. Beremedi, men ham miyaga chiqib qoldim, şu qarzimni qanday qilaman deb shar'iy bir fatvo so'rgan bu vaqtda. 4 kent Xitoycha daduy deydi. Şu 4 kentning adamlarini qirvetigilik balki hamda şu dehqonchilik, şu yezi qishloqlarda yashaydigan qarindoshlarimiz 4 kent dehqonchilik adam borligini biladi. Bir madamni qochmoqlik. Butun qo'rishib elib, shu oqshomdan etgan kishilik shunday qirib yo'q qilib o'tgan ekan. Yakan qatlamidan keyingi alohida siyosiy harbiy tadbirlar. Endi bu yerda Xitoy bu voqea bo'lgandan keyin alohida tuvandagidek ba'zi sezgirlikni oshirib, taxim zulmni oshirgan. Voqeadan keyin Elishqudagi 4 kentning Uyg'urlarining qirib tashlanganlik ichinishli xabari butun Yakanga tarqalishga boshladi. 4 kent deb e'lonlik ekan shu yozgan, shu tadqiq qilib yozgan qarindoshlarimiz burun 4 kent deb opdi. Shahar yizilar butun qamal qilinib, har yerga bironik tanka armiya saplandi. Xitoy armiyasi o'z kuchini ko'z qilish orqali xalqning qalbida qo'rqinch paydo qilish uchun shaharning kichik xalta ko'chalariga qadar harbiy mashinaga 15-20 dan askar chiqarib chorlashga boshladi. Bu holat oylar bo'yicha davom qildi. Shundaqdimi 6 yoshlar chamasidagi bir kichik bolaning harbiy mashinasiga madak etishi sababi bilan Xitoylar butun harbiy mashinalarga sim tor qoplatib, o'zining naqadar ojiz va qo'rqinchoqligini oshkorladi. Şu ketvasda bir kichik bola madakni etib tamda.
Şunun bilan aşo özüdün ensirep avadi çarlap жүрген bilen hem hakikaten Xitay hakikaten bitqa vaqtda ajna qo'rqinjaq. Biz hem bu Xitaylı bilen turmuludacaq yaşadık. Özü jallık bunda tuğa vaqtda nayt jall obdan turdu. Amma şunda sel tayak yep ketiş ihtimallik oğay yadilar şu yol vurup nayt qo'rqap turdigan gap hem. Onundan başqa qatlamdan keyin şu qitimqi qirg'inchilikda qechib qutulgan yardalaga dori lazım bo'lganda bütün dorixonalar Xitoy tajovuzchilari tarafidan tamoman kontrollik ostida bo'lganlikdan kerakli dorilarga erishish mumkin bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin o'zimizning yerlik milliy tibobat dorilari hal qilg'uch rol o'ynagan. Yaşanğan bu ayının etilişi, bu aylıqı qismen içinişlik vaqalarını shundaq misal tayyorlabdi, buni burun yozgan qarindoshlarimiz. Vaqa yuz berib bir haftadan keyin Nahiylik Xitoy hukumati Elishqo yezisidagi xalqni tinchlandirish va xalqning ko'nglini yolg'on yasab, hukumatga ishonishga ilhom berish uchun xalqqa tabliq qilishga yakan Hazrat bir masjidning imomi Ablat Qarimni Elishqo yezisiga avatdi. Bu vaqtda bütün yiza ham 10 mingdan ortiq askar bilan qamal qilingan holatda edi. Cemaat yığılıp Ablat Qarim təbliğini başlayan əsnada səp beshida o'ltirgan 70 yoshlar chamasındakı öz dərd əlimini içiga singdirolmagan buvay yığılgan peti o'rnidan turib Ablat Qarimning qo'liga isilmoqchi bo'ldi. Buni ko'rgan yondagi askar naq maydonda buvayni etib tashlaydi. Ko'z oldida bu rezil qilmishga shohid bo'lgan Ablat Qari rahbarlarning to'sishiga qaramay shaharga qaytib ketdi. Endi o kishini balki shu Xitoy ishini bizga sodiq adam deb chiqargan bo'lish mumkin. Shunda olsa u adam bo'lgandan keyin masjidning ichida 70 yosh kirgan bir buvayni naq maydonda etib tashlayotgan ekan, shuning bilan bu odammi deydigan gapini demay shaharga qaytib ketdi. Bu qitimqi voqeaning xalqaro oshkorlanishi, bu cho'ng qirg'inchilikdan keyin Xitoy axboroti shahid bo'lgan Uyg'urlarga bir o'chum terrorchilar deb tuhmat qilib qolmay, qirg'inchilikning ko'lamini kichik ko'rsatib, barliq mas'uliyatni musulmonlarga do'ngab, o'zlarining qatl amini yo'lliq ko'rsatdi. Bu vaqtda Yakan nahiyasi Yarko'cha mahallasi tug'ilib cho'ng bo'lgan, o'z dini, vatani va millat uchun yuragi so'q, vijdoni larzaga kelgan yosh qahramonimiz Abubakir Rahim, asli ismi Abdukerim Mehmet, mana cho'ng dadimizning o'g'li. Tam atlab internet to'riga chiqish orqali xalqaro voqeaning haqiqatini oshkorlaydi. Shundaqla xalqaro inson haqlari tashkiloti va chet elda faoliyat qilayotgan Uyg'urlarni bu voqeaga yaqindan diqqat qilishga chaqiriq qiladi. Oradan bir qancha kun o'tib 8-oyning 5-kuni Xitoy bexatarlik tarmoqlarining xodimlari uning uyiga bostirib kirib, uni tutib ketdi. Buni montajga mash ig'iz bilan deb berdi, burun bizga deb bergan. Qattiq qiyin qistaqdan keyin yolg'on xabar tarqatganligini majburiy iqror qildirib, yolg'on xabar to'qib, ig'vo tarqatquchi degan nomda maxsus xabar ishlab, har qaysi xabar kanallarida tarqatdi. 1,5 yildan keyin Markaziy Millatlar Universitetining professori Ilhom To'xtiga hukm e'lon qilgan kunining atisi uningga sud ichib, bolaga kichik bolaga milliy bo'lgunchilikka qutratqulik qilish, davlatni parchalashga urinish degandek bir qancha turli jinoyatlar bilan 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu cho'ngdadimizning shu o'g'li 9 yillik hukm qilinganlik kichik bola ekan shu vaqtida. Qarshilik hareketining tarixiy ahamiyati. Bu qitimqi qarshilik hareketi 1989-yili Uyg'urlar nufusining bir qismini egallagan dehqonlar tashkillanib, Xitoyga qarshi ilib borgan Barin inqilobidan keyingi ikkinchi qitimliq cho'ng qarshilik hareketi bo'lib, bu qitimliq harakat Xitoylarga Uyg'urlarning hargizmi mustamlikaga bosh egmaydigan bir xalq ekanligini tonutib qo'ygan bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarga qo'rqinchni, yengishni va jasoratni o'rgatdi. Shundaqla bizga Xitoylarning qandaqdir bizni ozod qilib, qulluq kishanlaridan qutquzguchi pasiban emas, balki davlatimizga tajovuz qilib, insonlik qadr-qimmatimizni dafsanda qilayotgan, boyliqlarimizni bulab, o'zlarining yovuz nafslarini qamdayotgan eng cho'ng, eng rezil, eng past dushmanimiz ekanligini tonutish bilan birlikda o'z dini, vatani, millatining manfaati va kishilik huquq va erkinlikni to'liq kafolatga ega qila oladigan birdan-bir yo'l mustaqil davlatga erishishning issiq qonlarni oqqizib, jon fido qilish badaliga keldiganligidan iborat haqiqatni bildirdi. Ondan boshqa bu voqea Sharq Turkistondagi Xitoy ko'chmanlarining bo'libmi, Yakandagi Xitoy ko'chmanlarining
öz yurtlarına keçiş nispetini ilgiri sürüp, yakenge Xitay köçmenlerinin teximi köplep kelişinin aldığını aldı. Məlumatlarga asaslanganda bu vaqadan keyin faqat yakendili keçip ketken Xitay köçmenler 50 mingdan artıq bolup, yakendeki umumi Xitay köçmen nüfusunun bir qismini teşkil qılıdı. Ahval müşagiçi cemaat, men bu müşahidi to'xtatay. Xulası asaslı hamda özümüzün bunundan keyinki iradimiz, biz hem de hiç qandaq bir vaqtida baş egmeslikimiz lazımlıqını dini nuqtadan şundaq, milli nuqtadan şundaq bir insan bolap tug'ilgan ekanmiz dunyoga. Biz hem de Qirg'izistonga o'xshash bir 5-4 milyon nüfusu var bir millet emas hem de. Bu Xitayning o'zining degan gapidami 10 milyondan ortiq nüfus deydi bizni. Biz hem de özümüze 30-40 milyon deymiz. Shunda bir millet biz bundaq ilqibek tövendiki bir adamlar emas. Allah'a şükür muştu Türkiye'de körep turvatımız mekteplerde mu asaslıqı bizning balalarımız köpünç mekteplerde ya birinci ya ikinci ya üçüncü derece kirip okuqluq. Hemme sahadan ait yaxşı. Ama davamlıq iradimizni çingitip duruşumuz to'g'ri keladi. Suslish qat'iy bo'lmaydi. Cenab-ı Allah hemmimizni bir xotirjam, salomat holatda shu davlatimizni qaytadan bir qurib, qo'limizga elib, shu ona vatanlarimizni bir yashash fursatini, ne'matini ato qilishini Cenab-ı Allah'tan so'raymiz. Cemaatchilikka rahmat.